Mashina olma aka. Nech pul? 14 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Umarang obunasizlar. Boyaga buni nech pul deyapsiz? Shved buqash qog'ozlariga 35 million kam bor. Bu tushunganmi bu? Yo'q, 10 oylik. 10 oylik o'zi ekan. Gap yo'q a. Omad jonivor toza narsa ekan mana. Shved mana bir o'zi ko'rib va maza qiladigan molda qarang. Toza mol ekan jonivor. Savdo qilishdimi aka buni? 27,5 million. Yaxshimisiz? 27 million 500 ga sotilmayapti. Chiroyli toza mol ekan. Dehqonchilikmi aka? So'rayapsiz. Har doim naqa ekanu bering usta aka. Voy tog'a, ertamanda. Bering bitishing. Aka bering, bor ko'rib Asbira boy aka. Uchtasi bir joyga savdo bo'lyapti. Mo'ychosimi? Nech pullar? Zomin. Chef tam. Nech pul? Film ilashtirib bering deyapman. Hala, ushta mol 150 mingdan pul to'lash. Hazır uchosida 103 million bo'lyapti. Angalyapti, insoyim bunaqa. Mandavraslar, assalomu alaykum chorvadorlar, bozor shamollik kuzatuvchi qadrdonlar. Hafta kuni payshanba 2026-yil 27-avgust. Andijon viloyati Asaka O'zbekiston chorva bozorida novoslar qatorida boshladi, xudo xolasa. Buqalar qaranglar. Xillari tozalarish, xudo xolasa, xonajinlarda ham bitta video qilib o'tib ketamiz. Like bosing, kanalni bosing, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Bo'ldi. Xas baraka bo'ldi aka. Nech pul ya? 200 kam 41 millionga sotildi. Bu kichkinasi. 24 million 500 ming so'm. Ha, sirazi barakalar, kelishga. Mana haqiqiy belida tuxum turadigan novos bo'libdi obunachilar. Mana, mana shu yerga qo'yib qo'ysangiz turaveradi, ha? Nech pul aka? Turar ekanda qarang, o'zi tayyor yapalaq bo'lib ketibdi, belni qarang. Nech pul beryapsiz aka? Sizga go'mendizda keldim. Siz olganimga molni olyapman. Yo'q, hali endi gaplashyapmiz. Nech pul baho aytyapsiz boya aka? 73 million. Taroziga 73 mingdan baho so'ralyapti, obunachilar. Zo'r boqib qo'yibdi. Boqqanga rahmat. Qarang, mana jonivorlar qarang. Ko'rib ko'yiz xun edi ya. Savdo bo'lyapti shekilli. Ishtasizlarmi, gap olasizlarmi? Qasmo. 5 so'm aroq qo'ylar. Bir aka to'sing bilimni. 5 so'm so'z berish, 5 so'm gap bo'ladi. Ikkilik qo'ymaysiz 5 so'm. Ey, Juriyaga gap bo'linglar, bo'ldi. Usamiz suridan kelib qoldi. Qasmo. Nech pullar? Taroziga 71,5 ming so'mdan sotilyapti. Savdo bo'lyapti. Yetmiş bir yarim ming so'mdan baraka bo'ldi taroziga. Xonajin ishqibozlari Xonajin bozoriga kirdi, xohlasa. Boshlandi. Oshna nechta bu? 20? 20 million. Sizga bormi? Nechta qildi do'stim? Mana savdo shungami? 17 million 500 ming so'm savdo qilishyapti yo'nalishda. Akalar bermayapti. Million baho aytdi mana shunda. Nech pul 17 deyapti? Bering. Necha bor? Hojaga Chiroyli narsalar. Hojaga
Buni ham bir Yaqinlashdimi? Buni ham bir hikmati bor. Albatta, men aytaman. Shunga deyapman, bera olinglar mana shu. Rashanbe foyda qilgin bolam debman. Men jindaydim, men buni ketaman debman. 18 mi o'nchalar? Ustida. Ya 18 ekanda. Necha qol 500 ming talashyapsizlar aka. Ozgina ustida. 500 ming. Jinday yursam beraman. Ya jinda emas 500 ming talashyapsizlar aka. Men aytdim, o'zi 17 zo'r edi buni qizig'ida bizga savdogarlarga. Ha. Bo'ldi, yarim bo'lib ketdi deb. Buni sigir qiladigan odam Bularga qizig'i emasda, bular sotib yuboradi. 17,5 million dehqonni moli savdo bo'lyapti. Ana nima favqul. Nech bo'l? 13 million savdo bo'lyapti. Bo'ldi, qarang, yana bola ekan mana. Qo'yili. Bu Shveta nechpun? 14 yapız kabi bor. Nechpun qilishdi? 11,5 million sotilgan. Nechpundan sotildi bular? 18,5 bo'ldi. Ikkosi. 18,500 ga bir joyiga bor. 500 ga. İşte-mi? Yaxshi barakasini bersin. Buqa nechpul buqa? 16 million kam bor, 14 ga berdim. Ey Kasım! Obolami! Obolami! Tirikchilikmi aka? Tirikchilikmi? Dehqondan. Nomeringizni beramizmi? Sotilib ketadi shekilli. Bozor bo'lib turibdi. Bozoringiz bersin. Şahsatli! 9 million. Sanırım gidiyor. Ona ekan nima o'tjal, ha aka? Bo'pti, bering. Bu Eston xonasi kimniki ekan? Uzr. Nima aka, uzr? Nech bilan chiroyli? Mashq xonasi savdo bo'lyapti. Nech bo'l voy tog'a? 11,2. 11 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti. Ova chiroyli narsa ekan. Qarang. Chiroyli xonasi ekan. Sifat ham bor. Shota bugun hayvon ozroq. Bemalol bunaqa qilib yurib bo'lmas. Ova vohani moli to'lib ketibdi, obunasilar bor-ku. Qarang, bari ko'ti past, oldi past mollar. Lekin ko'tlar to'rburcha sifatli emas. Hozir yana 12,6 mi qilyapti-ku, ana shunaqa emas. Vohani moli juda ko'p kelib ketdi, aka. Seropa, vohani moli. Bungiz kerak edi. Yozing. Qaysi biri voy aka? Qaysi biri? Nech pul? To'rasi bir joyga savdo bo'lyapti. 1 2 3 4. 11 million 800 ming so'mdan savdo bo'lyapti. Voy tog'a, foyda bo'layotgan bo'lsa bering. Yo'qmi? Foyda bo'lsa aytyapman, bor baraka deyman. Bitta qutulasiz. Voy, yurgan yonda yurib qo'ydim.
Yugurib verdim aka men, xudo xolasa. Aka mol bo'lish bunaqa qilib qo'shmaydi aka. Yo'q, to'g'ri, endi aytyapman. Gap istamas, boshqa masala. Har sas qo'shamiz, didimizga yetib qo'ydi aka. Boyaga foyda qilmas ekan 100 mingdan kalla boshqa sochinglar. Ber soling. Qimmatmas, men ham aytyapman. Yo'q, bizga Nech puldan oldingiz? qand olib bersan aka, nech puldan olgan bo'lsa, biz bergan pullar shu. Aytyapman, foyda qilsam, qo'ying. 11 million 800 so'mdan qo'yib qo'ying hamma. Bitta so'rayapman. Aytdim, sizga bering, bu bilan sizga foyda qilyapman. To'g'risi. To'rttaman yo'q aytyapman. Rosa foyda qilsam, Ular attasi ularni kiryapti bu yerda qanaqa bu yerda? Ne chiqyapti to'la. rosa foyda qilsam, O'tdan 7 tam olaman. Aylo, rosa foyda qilsam 4 tomondan 200 ming so'm foyda qilyapman. Bering aka, ziyon qilmayapsiz aka. Yo'lkiralarni hisoblaganim yo'q. Pulidan puliga-ding. Puliga yo'q, barakasini aytdim. Ziyon ekanda yo'lkiralar hisoblaysiz a? Yo'lkiralarni Aka, yo'lkirasini qo'shib beraman. 200 ming so'm. Berdingizmi aka? 850 mingdan 11 million 850 mingdan bo'lyapti. Biroq bizga yo'q, gap solmaydi aka. Yo'q. Bu yog'iga men patta berib yo'lkira qilib, u anjonni uch ekasiga olib ketaman aka, yangi vodka. Aka, beribsiz Eshitdingchi? foyda qilaman men. Yo'q. Gapiring. Yo'q, bir og'iz gapingizni olib aytdim aka. Hozir Men bir ozim gapiray deyapman. Eshitaylikchi? Eshitding meni gapimni? Gapiraymi? 11 million 900 ming so'mdan oling, o'zlari olib chiqib ketdi. Ashunda men to'g'ri ostdan 100 ming so'mdan foyda qilaman. aka, ashuni arra qilamiz 100 ming so'm qo'shib. Yo'q aka, men pattasini berib yo'lkira qilib olib keta olaman mana. Berdingizmi aka? Hozir nech puldan olyapti? 11 million 800 mingdan 850 dan 100 ming qo'shib beraman. Siz 200 ming qo'shib berdingiz, men 100 ming qo'shib. O'ttalang, harra u. Berdingizmi baraka? Aytdim. Aka, 100 ming so'm bering. 100 ming so'm to'lashyapti. Berdingizmi? Aka, kattalikmi men bir og'iz gapingizni oldim aka. To'rttasini aytyapman. 4 kun To'g'ri, baqqalarga to'g'ri. jinda nima Aka, olsin? unaqa men kattalik qilyapsiz. Men mana shuni kattasini berib, u anjonni uch ekasiga olib ketib olaman. Siz bir og'iz gapingizni oldim. 45 million puliga Arra 500 qilyapmiz ming. aka ikkovimiz aka shuni. Berdingizmi? 11 million 850 mingdan baraka bo'ldi. Ustiga 100 ming qo'shib beradi, xullas. 75 mi? To'ro'si bir joyi, ha. Og'a jo'n bo'ldi mana shu mollar. Endi donalar sotsa 12 dan ham oshirib sotardi, bittalik uchun qutulib qo'ya qoldi-da aka. Barakasini bersin. Shved xonasi sotilib shekilli. Chayni qarang obunachilar. Nechta bo'ldi? Oldingizmi? Yo'q, endi olib kiryapman. Endi. Oshna nech pul bu? Nech pul deyapsiz? 17. Nech pul so'radi? 17 so'rayapti. 17 million bozor savdo qilyapti. Dehqonchilik zanjirda turibdi-yu, aniq dehqonchilik bu. Dehqonchilikmi bu oshna? Qayerda mollar? Katta tojik. Ha? Katta tojik. Nomeringizni berib qo'yaylikmi qiziqqaniga? Yo'q, mashina sotib. Sotib yuborasiz-da. Bozoringizni bersa yaxshi pulga soting. Ikkinchi partiya sigir bozorida ham xudo xolasa video qilib beramiz. Bugun hayma вообще o'z mashinlarida yurib bo'lmasdi. Asosidan tashqari Nech pul boyagi? biz olib Molni olyapman. 22,5. 22 million 500 ming so'm savdo qilyapti. Ha, bo'g'ozmi bu? Choyli bo'g'oz 22,5 million so'm. Siz nima dedingiz? 23 ga oldingizmi? Damlari ham chiroyli ekan. Choyli bo'g'oz ekan, yaxshi. Bitishinglar bo'pti, hozir qopli. Hech qancha bas ekan, o'rtalayingda. Mana chorvasiga omad. Davlat sigir bozorida mazan tomosha qilinglar. Sigir bozoriga ketdi.